Ha, ura Grifer, yana 13 qishloqqa keldi. Yana biz birga bo'ldik. Endi maza qilib bu qishloqni tamom qilamiz. To'g'ri aytasan, Teacher. Yaxshiyam biz birlashdik. Anchadan biz birga ishlamaganmiz. Endi biz buni portlatamiz. Hozir o'sha joyga ko'rib qo'ydim, qayerda dinamit qo'yishga. Ha, bo'ldi. Men kapot uyni qo'yib ko'rdim. Uni uyda privat qilib qo'yaman. Bitta ham blok sindirolmaydi. Ha. To'g'ri aytasan, Teacher. Yana kompot uyini portlatish kerak вообще ham. Qani kompot uyi borlik, o'z gaplashaylik, qanaqa ekan ishlari. Davay, bo'ldi. Kalavatni ham olishim kerak, notebook ham olishim kerak. Fakal olaman. Mana bo'ldi. Mana ko'k rangli bloklar oldim, qizil rangli blok oldim, eshikli oldim. Bo'ldi. Kim keldi? Yana nima qilsalar bo'tdi? Kapot. Tamom bo'ladi. Bu qishloq yerimizni Grifer bilan birlashib yo'q qilamiz. To'g'ri aytasiz, Teacher. Tamom bo'ladi bugun qishlog'ingni uyini. Nima deyapsanlar? Menga vaqt yo'q bilan gaplashishga tushunmayapman. Nima xohlayapsanlar o'zi? Kapot portlatamiz man. Vaqtim yo'q, meni boshqa ishlarni qilishim kerak. Mayli kelavatlar ham olaman. Hop, notebook ham olishim kerak. Obbo, nima xohlayapsanlar? Aytlar, nima xohlayapsanlar? Kompot portlatamiz davomimizdan qishloqni. Meni vaqtim yo'q. Portlatsang portlataverim, bab yo'q bo'ladi. Chunki bizning qishloqqa tsunami kelyapti. 10-qishloq shuning uchun men tayyorlayapman. Nima? Tsunami? Qanaqa tsunami? Bilmadim, qatdandir shunaqa yengil kelib qoldi. Tsunami kelyapti bizning qishloqqa. Men tezroq tayyorlanishim kerak. Boringlar, iltimos vaqtli gaplashib menga. Tayyorlanishim kerak men. Grifer rostida tsunami kelyapti bu qishloqqa. Teacher, men bilmadim, to'xta. Bu oldi o'tku kompot atilyaptan bu qishloqni yo'q qilish uchun, bizni ketimiz uchun atilyaptan endi o'tdi. Bizani ketishimizni xohlayapti. Yo'q, to'xta, nima bo'lyapti? Rostdan ham kelyapti tsunami. Voy, rostdan ham Grifer tayyorlash kerak. Nima qilamiz endi? To'xta, Teacher, sen hakersan-ku, har xil bloklar qo'ya olasan, bunker quraylik. To'g'ri aytasan Grifer. Davay bo'lmasa bunker quramiz. Bo'pti, men bunker qurishga ketdim. Nima omadim keldi. Sen bilan hozir sen bir ikkita kodiltirib, bitta obsidian qilib qo'ysa bunkeri bo'ldi. Yo'q Grifer, men bitta o'zimga quraman bunker. O'zimni xavfsizligim o'ylayman. Sen borya qolgin. Nima? Axir meni sot ketyapsanmi? Birlaydik-ku axir. Nima qilsan, Teacher? Birlaydik-ku axir. Bulla bunker quramiz. Yo'q, meni bunkerim sankidan zo'rroq bo'ladi. Tushunsanmi? O'zing qurgan bunker edi. Men o'zim quraman. O'zimni xavfsizligim o'ylayman. Qarab turgan Teacher shunaqa degan, o'zimni bunkerim sanikidan 100% zo'r chiqadi. Qarab tursan shu Teacher men bilan birlashish kelmadi. Obbo. Ana bo'ldi do'stlar, bo'ldi. Bloklar oldim. Endi ketishim kerak. Men tezroq bunker qurishga hamma salom do'stlar. Men otim kompot. Yangi joyga yaxshi kelibsizlar do'stlar. Hozir bizning qishloqqa aynan hozir tsunami yaqinlashyapti do'stlar. Shuning uchun tezroq men bunker qurishim kerak. Hozir Teacher bilan hacker nima bu yerda teshil yo'q edi. Teacher bilan hacker kelar ekan, meni yo'q qilaman deysan qishloqni. Grifer, nima qilasan bu yerda? Kompot, bu yerda men bunker quryaptim. Ne bu bizning qishloqqa bunker qursan? Men bu yoqqa bunker qurmoqchi. Nima qilasan? Bu yerda bor bu yerda. Meni qishlog'im u portlatmoqchi edim deysan. Endi bunker qursanmi bu yerda? Bor bu yerda Grifer. Iltimos kompot, iltimos mashga bunker qurayman endi. Omon qolish kerak bu tsunamidan. Qarang, Teacher ekanman, yaxshiroq qurishim kerak bunkerimni. Yo'q, ketdim bu yerdan. Nima qilsan o'zi bu yerda? Qanaqa bunker qursan? Hozir aytasan portlataman seni qishlog'ingni. Yana endi bunker qursan. Borya qolgin. Bu yerda nima endi? Obbo, qanaqa quraman endi bu yerda bunker? Nima endi bu yerda hakerman? Anita quraman endi bunkerni. Obbo, haker nima qilsan sen bu yerda? Kapot, men bu yerda bunker quryaptim. Voy, qanaqa bunker quryapsan? Grifer ham bunker quryapti bu yerda. Yo'q, Griferdan zo'r chiqish kerak. Bari bunkerim zo'rroq chiqish kerak. Ketlaring bu yerdan, hozir portlataman deb turgan. Qishloqni endi bu yerda bunker qurmoqchimisizlar meni qishlog'imda? Iltimos kapot, bunker quring. Yo'q, vaqtim yo'q. Yaqinlashyapti bunker. Qursang quraver, menga farqi yo'q. Bo'pti kapot, iltimos ruxsat bering. Griferdan zo'rroq chiqish kerak bunkerim. Grifer bundan zo'rroq chiqish kerak. Teacher bundan zo'rroq chiqish kerak. Obbo do'stlar, bo'pti, men ketdim, boshqada bunker quraman. Mana mashita bunker qursam yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, mana mashita boshlayman. Endi Grifer hacker qursin, menga farqi yo'q. Qanaqa qiladi? Omon qoladimi, tirik qoladimi, ular tirik qolmaydimi? Birlar bahslashyaptimi? Ular menga bahslashga vaqtim yo'q. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.
Obbo, nima qilaman endi? Axir bunker qurmaganman-ku, men hayotimda qanaqa qilib quraman? Balkim hakerdan yordam so'rasammikin? Yo'q, haker menga hech yordam bermaydi, chunki u bilan bahslashamiz biz. Axir kimda zo'rroq bunker chiqadi? Mayli, dinamitdan qo'rqib ko'raman. Balkim zo'r chiqar, chiroyli chiqar, dinamitdan kuchli chiqadi, dinamitdan. Axir dinamit juda ham kuchli narsa, juda ham zo'r narsa dinamit. Menga yoqadi. Obbo, tezlash kerak. To'xtanglar. Kompotni qishlog'ida, shu qishloqda axir skladi bor edi-ku, o'sha skladda borib zo'r narsani o'g'irlab chiqaman. Bo'ldi, hozir Tomni ham shunaqa dinamitdan qo'yib chiqib, keyin skladga boraman. Bo'ldi, juda ham zo'r fikr o'ylab topdim. Mana bo'ldi, bu yerda ham dinamitdan qilib chiqdim. Endi skladga borishim kerak. Oho, ana bo'ldi. Namichi mana omadim keldi. Hakerman axir. Mana super mobil lopata o'ynaman. Hozir juda ham zo'r bunker quraman. Shunaqa quramanki, tsunamidan omon qolaman. Grifer bunkerdan 100% zo'rroq chiqadi. Grifer axir faqat portlashi bilan boshqa qo'ldan kelmaydi. Hozir ham vigilant qilaman. Momentdan qilaman. Sirli kod yozaman. Hozir obsidian. Oppa, ana bo'ldi. Endi bu faqat chiqish qilish kerak. Chiroy ham qo'yish kerak. Hop, ana bo'ldi, qo'ydim. Bu yerda ham obsidianli bunker bo'ldi. Endi bunda juda ham zo'r bo'ladi. Chiroq qo'yish kerak, qurol bo'lib ketyapti bu yerda yana. Hop, komanda blok qo'yish kerak birinchi bo'lib. Tepasiga notebook, kamera obsidian qilish kerak. Past tepa toblar bloklarni ham boshqasi qilamiz. Ana bo'ldi. Olib keldim skladdan ham narsalar. Doskalar olib keldim. No, chiroyli chiqyapti, lekin menga yoqib ketyapti. Yaxshi skladda bor ekan, kompyuter skladida shunaqa narsalar. Hop, mana qo'yib qo'yaman. Mana mashaqa ana bo'ldi, menga chiroyli chiqdi, menga juda ham yoqib ketyapti. Mametga eshik qo'yib qo'yaman. No, eshik uncha zo'r emas-ku. No, mayli, lekin nima qanaqa bor bo'lsa o'shanga shukur qilamiz. Ana bo'ldi. Anaqa chiroq. Wow, namuncha yorug' bo'ldi. Shu yorug' bo'lish kerak edi. Qo'rqinchli, lekin qorong'i bo'lganda. Hop, mayli bo'lmasa boshqa narsalar ham qo'yamiz. Stol ham oldim. Bunaqa kalavat ham oldim. Chiroqni yonida uxlayman. No, qo'rqinchli bo'ldi chunki. Hop, bunaqa dinamitli narsa, dinamitli sandiq do'stlar. Juda ham zo'r sandiq, lekin qanaqadir ovqat ham topdim, lekin bilmadim qanaqa ovqatligini. Buni mayli shirin bo'lsa kerak degan umiddaman. Mamnaqa stol ham bor, mamnaqa stol bor, mamnaqa narsa bor, yana stol bor. No, chiroyli desam, lekin chiroyli emas ekan. Umuman qaratgan u. Obbo, boshqa stol olib kelimkin. Ayyo, уже vaqt yo'q, tsunami yaqinlashyapti, tezroq bo'lish kerak. Mana ammo ichiga porshnalar qo'yib qo'yaman. Keyin kompot qishlog'ini portlataman-ku, axir bundan keyin omon qolgandan keyin. Ha, ana bo'ldi. Mana shu komanda blok orqali shunaqa zo'r narsa qurdim. Shu xavfsizlik tizimini qo'ydim. Yoqqa juda ham bronirованный eshik qo'yaman. Umuman hech qanday suv o'tmaydi, o'tdan tsunami. Ana bo'ldi. Yaxshimki men hakerman endi. Mana dizima qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, men ishda o'tiraman. Yoqqa suv ham o'tmaydi. Mamnaqa obsidianli sandiq bor menda. Bu ham juda ham xavfli emas, juda ham xavfsiz. Mana buni qaranglar. Ikkitalik kalaman, chunki menga udobniy bo'lish kerak, maza qilib uxlashim kerakman. Komfortli bo'lish kerak. Bunaqa generator chiroq bo'lib turishi, bitta chiroq kelib turadi. Agar nimadir sinib qolsa, baribir yonadi, chunki menda generator bor. Xavfsizlik tizimi birinchi o'rinda bo'lish kerak. Kamera qo'yaman. Qayerga televizor qo'ysam ekan, balkim yoqqa qo'ysam ekan, balkim yoqqa qayerga qo'ysam ekan, televizor osib qo'yaman. Tepada mana mashina o'rnatib televizor, divan ko'rib o'tiraman, televizor qanaqa grifer bo'lishini. Ana bo'ldi do'stlar, tezroq bo'lish kerak. No, tezroq bo'lish shart emas, chunki men bunkerimni qurib oldim. Juda ham zo'r chiqdi, lekin bunkerim hamma narsasi zo'r chiqdi. Mana buni qaranglar, bu yerda ham do'stlar, pechka yuristag ham qo'ydim. Ikkitali eshik ham qo'ydim, hamma narsa qo'ydim, kalavat ham qo'ydim. Grifer bilan chechara ishlar qanaqa ekan, do'stlar, bir bilan bahslashyapti-ku, kim bunker zo'rroq chiqadi deb. Mayli, bunker yaqinlashyapti. Men do'stlar bilmadim qanday ish qilish, balkim nima bunker? Tezroq bunkerga, tezroq qishloqlar bunkerga. Yaqinlashyapti tsunami. Ana bo'ldi, mana shu o'tiraman endi. Tsunami yaqinlashyapti. Mana shu o'tirib bersam bo'ldi. Menga chechir bilan grifer farqi yo'q, qanaqa ishlar bo'lyapti. O'zi omon qoladimi, omon qolmaydim, tirik qoladimi, tirik qolmaydimi. Ana bo'ldi, hamma narsani qo'ydim. Tsunami yaqinlashyapti. Chiroq yoqish kerak, tsunami yaqinlashayotganga o'xshaydi, lekin qani bitta ko'raylik-chi, qani. Yaqinlashyapti-ku. Obbo, tezroq bunkerga. Haker ishlari qara ekan, shu
tamom bo'lib ketsin o'sha hacker yana bo'ldi. Men o'zimni bunkerim eng zo'r bunkerim meniki o'zi. Ana bo'ldi. Уже tsunami kelyapti mani kompyuterimdan. Rostdan tsunami kelayotgan ekan. Voy, nima chiqyapti bu tsunami? Mayli, qancha tezlikda kelishdim. Hozir Griver nima qotgan ekan. Eshigini qaranglar, tamom bo'lib ketadi eshik. Mana bronирован eshigim qaranglar. Bo'ldi, men omon qolaman, lekin bu tsunamidan qancha tezlikda kelayotgan ekan. Sekin do'stlar, tsunami nima eshigim buzvordi. Birinchi eshigim yaxshi hamki ham temirli eshik bor. Davay, ushlab tur, iltimos, ushlab tur. Bo'ldi, lekin amayda suv o'tmayapti. Yaxshi, birinchi eshigimni ham sindirib yubordi. Yaxshi temirli eshigim bor. Men ushlab tursa bo'ldi. Tsunami ham yaqinlashyapti. Yomon katta tsunami bo'lyaptimi deyman-da. Yomon qo'rqaman, lekin mayli, farqi yo'q. Bunkerim bor-ku mana. Ana bo'ldi, tsunami yaqinlashayotganga o'xshaydi lekin. Qani nima qancha tezlikda u tez kelayotgan ekanlik. Nima? Qanaqa eshikni buzdim u? Obbo, nima qilaman endi? Qanaqa yopaman buni? Obbo, nima qilaman? Ana bo'ldi tsunami, lekin meni eshigimdan o'tmayapti. Juda ham yaxshi bu, juda ham men xursandman. Tsunami umuman o'tmayapti. Omon qoldimmi deyman-da, lekin tirik qoldim do'stlar. Bo'ldi, mana yerda o'tirib mazza qilaman. Endi hacker o'lib ketayotgandir, balkim, lekin meni eshigim juda ham zo'r. Oddiy eshik bo'lsa ham omon qolman. Namancha xursandman. Bo'ldi, keyin chiqaman hozir tsunami tugagandan keyin. Ana bo'ldi, men omon qoldim. Bu tsunami nima? Ana bo'ldi do'stlar. Ancha vaqt o'tdi, lekin hali chiqish kerak emas, lekin men yerda suvlar bor. Bo'pti do'stlar, bo'lmasa meni ko'rdinglarmi? Men hozir bunker qurdim. Mana bizning qishloqqa qanaqadir bilmayman, qanaqadir qilib tsunami kelib qoldi. Menga yaxshi yengillik kelib qoldi. O'shani ochimman, tsunami keladi deyishdi. Bizning qishloqqa rostdan ham tsunami keldi. Qanaqadir hacker bilan cheater meni uyimga keladimi do'stlar? Yaxshi ham kamay o'tmayapti. Qanaqa ekan ishlari uni tamom bo'lib ketgandirlar. Hacker bilan cheater. Bo'pti do'stlar, like bosish, omon bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga har sog' bo'linglar. Keyingi jonda kuzatishga davom etinglar.